yil yarim. Sababini qilsang ham ishing yurmayapti, qarzdan qutula olmayapsan, ishing oldiga ketmayapti. Birodar, jinday sabr qil. Ozgina sabr qil. Qushni rizqini bergan senga bermaydimi? Osmonlarda Robbisi Alloh subhanahu va taolo qushni ham rizqini o'zi beradi, qurt-qumursqani ham rizqini beradi, suvdagi baliqlarning ham rizqini Alloh taolo o'zi beradi. Sen bo'lsa siqilib rizq topaman deb nima g'amlarni qilib yuribsan? Rizq topaman deb nimalar bilan qalbing band? Rizq topaman deb nimalarga o'zingni urib yuribsan? Rizq topaman deb qayerlarda yuribsan? Albatta birodarlar, takror aytyapmiz. Rizq talabida mehnat qilishning o'zi ibodat. Mehnat shart. Ammo sen mana shu topayotgan rizqing haqingdagi tasavvuring to'g'ri bo'lsin. Rizq nimaligini yaxshilab tushunib ol, shuni aniqlab ol. Robbingning so'ziga quloq sol, payg'ambaringning so'ziga quloq sol. Birodar,